Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Huzuringlarda ustoz Muhammad Yusufning Qur'oni Karim qandoq kitob nomli asari. Yoqtirib anglag'aysizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirning turlari. Tafsir ikki turga ayriladi. Birinchisi ma'sur tafsir, ikkinchisi bo'lsa ijtihodiy tafsirdan iboratdir. Birinchisi ma'sur tafsir. Ma'sur tafsir oyatlarga yoki payg'ambar alayhissalomdan yetib kelgan tafsirga va yoki sahobalardan rivoyat qilinib kelgan tafsirga asoslanib qilingan tafsir deganlikdir. Ba'zi ulamolar ma'sur tafsir eng ishonchlik va eng to'g'ri naqlga to'yinadigan, dalilga asoslanadigan, o'z ra'yi bilan bo'yicha ish ko'rilmaydigan tafsirdir deb ta'riflagan. Ma'sur tafsir barliq tafsir turlarining eng afzali va eng ishonchliga hisoblanadi. Chunki bundaq tafsirda mufassir ya Alloh taolaning kalomini yana uning kalomi bilan tafsir qilgan bo'ladi yoki Alloh taolaning kalomini payg'ambar alayhissalomning tafsiri bo'yicha tafsir qilgan bo'ladi. Sahobalarning tafsiri bo'yicha tafsir qilganlarmi Alloh taolaning tafsiri bo'yicha tafsir qilgan bo'lib sanaladi. Ma'sur tafsirlarning mashhurlaridan o'rnaklar. Hijriya 1-asrning oxirgi chog'laridan to hozirgi zamonimizga qadar kelgan ma'sur tafsirlarning mashhurlari tuvandikicha. Birinchi, Tafsiri Tabari. Ikkinchi, Tafsiri Samarqandi. Uchinchi, Tafsiri Bag'avi. To'rtinchi, Tafsir Sa'labi. Beshinchi, Tafsiri Ibn Atiya. Oltinchi, Tafsiri Suyuti. Yettinchi, Tafsiri Ibn Kasir. Sakkizinchi, Tafsiri Sa'labi. To'qqizinchi, Tafsiri Shavkani. O'ninchi, Tafsiri Shinqiti. İkincisi, ijtihodiy tafsir. İjtihodiy tafsir Qur'oni Karim oyatlarini o'zlarining aqliy kuchi bilan ijtihod yo'li bilan tafsir qilish usuli bo'lib, bu xil tafsir ikki turga bo'linadi. Biri qabul qilinadigan tafsir, yana biri qabul qilinmaydigan tafsirdir. Qabul qilinadigan tafsir Qur'oni Karim oyatlari bilan payg'ambar alayhissalomning hadislariga tayangan tafsir bo'lib, mufassirning arab tilini pishiq biladigan, bu tilning qoida va uslublarini yaxshi biladigan, shariat prinsiplarini va ahkomlarini obdan biladigan bo'lishi shartdir. Mufassir bu yerda oyatlarning ma'nosini tushunish uchun barcha aqliy va ilmiy kuchini sarf qiladi. Arab tilidagi va shariat ilmlaridagi mahoratini joriy qildiradi. Ba'zi ulamolar bu xildagi tafsirni payg'ambar alayhissalom Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhumaga Alloh taoladan tilagan tafsir turi bo'lishi mumkin deb qaraydi. Payg'ambar alayhissalom uningga: "Ey Alloh, uni dinda olim qilgin, uningga tafsir ilmini bildirgin" deb duo qilgan. Ko'pchilik ulamolar bu xil tafsirni qo'llaydi. Qabul qilinmaydigan tafsir. Qur'oni Karim oyatlarini hech qanday diniy naqlni asos qilmasdan, faqat o'z aqliga va o'zining xohishiga to'yinib tafsir qilishdir. Ko'plagan ulamolar bundoq tafsirni qat'iylik bilan rad qiladi. Mundoq tafsir qilishni bid'at sodir qilganlik deb to'naydi. Chunki mundoq tafsirni o'ttirg'i chiqarganlarning ko'p sonliqi Xavarij, Shia, Rafizi, Batiniya degandek ozg'un mazhablarning mansublari bo'lib, ular Qur'oni Karim oyatlarini o'zlarining ozg'un mazhablariga moslashtirib tafsir qilgan. Ko'pchilik ulamolar bu xil tafsir qilishni qat'iy harom deb qaraydi. Tuvanda ko'pchilik ulamolar tarafidan qabul qilingan ijtihodiy tafsirlardan ba'zi o'rnaklar beriladi. Ijtihodiy tafsirlarning mashhurlaridan o'rnaklar. Birinchi, Tafsiri Kashshaf. Ikkinchi, Tafsir Rozi. Uchinchi, Tafsiri Nasafi. To'rtinchi, Tafsiri Xozin. Beshinchi, Tafsir Ibn Hibban. Oltinchi, Tafsiri Baydavi. Yettinchi, Tafsir Jalolayn. Sakkizinchi, Tafsiri Abu Suud. To'qqizinchi, Tafsiri Alusi. O'ninchi, Tafsiri Manar. 11. Tafsiri Fizlul Qur'on. 12. Tafsiri Vadi. Tafsir qilish uslubi. Mufassirlar umuman tuvandagidek 4 xil uslubni qo'llangan. 1. Tahlil qilib tafsir qilish. 2. Umumiy ma'nosini tafsir qilish. 3. Selishtirib tafsir qilish. 4. Mavzularga bo'lib tafsir qilish. 1. Tahlil qilib tafsir qilish. Tahlil qilib tafsir qilishda mufassir oyatlarni Qur'oni Karimdagi tartibi bo'yicha tafsir qilib, oyatdagi har bir kalima, har bir jumlani grammatika, stilistika tarafdan inchki tadqiq qiladi. Har bir oyatning tushish sababi,
uningdan ilinadigan shariat hukmi va umumiy ma'nisi qatorliqlar taraflarini tafsiliy bayon qiladi. Shaksizki, mundaq tafsir qilish uslubi eng qadimiy uslub bo'lib, tafsir yezish ishi boshlangan dastlabki chog'larda mushundaq tafsir qilinadi. Bu xildagi tafsirlarning mashhurlari: Tafsiri Tabari, Tafsiri Xozin, Tafsiri Sa'labi, Tafsiri Vohidi, Tafsiri Bag'avi, Tafsiri Ibn Atiya, Tafsiri Shavkani, Tafsiri Ibn Kasir qatorliqlardir. Bu usuldagi tafsirlar ba'zi ixcham, hatto bir tomliq, ba'zi cho'ng hajmlik, hatto 30 tomliq bo'lib chiqqan. Ikkinchi, umumiy ma'nosini tafsir qilish. Oyatlarning umumiy ma'nosini tafsir qilishda mufassir Qur'oni Karim suralarini bir qancha parchaga bo'lib chiqib, har bir parchaning ma'nosini tushunishlik so'zlar bilan ochiqlaydi va uning umumiy tafsirini qiladi. Bu xildagi tafsirlarning mashhurlari Tafsiri Sa'di, Tafsiri Nasiri, Tafsiri Shaltut qatorliqlardir. Uchinchi, selishtirib tafsir qilish. Selishtirib tafsir qilishda mufassir bir yoki bir qancha oyatni tafsir qilish uchun shu mavzuda kelgan oyatlardan, hadislardan, sahobalarning so'zlaridan, tabiin ulamolarning so'zlaridan va mufassirlarning ko'z qarashlaridan iborat dalillarni to'playdi. Ondan bu dalillarning o'ttirisida selishtirish ilib boradi. Ko'z qarashlarning qaysi kuchlik, qaysi ojiz hammani ko'rib chiqadi. Ondan dalili eng kuchli bo'lgan ko'z qarashni tarjih qiladi. Bu xil tafsir qilish uslubining maydoni keng va turlari ko'p bo'ladi. Bu xil tafsirda oyat bilan hadisni selishtirib chiqish orqali oyatdan maqsad qilingan ma'noni o'ttirg'i chiqaradi. Hatto ba'zida oyat bilan Tavrat tekstlarini selishtirib chiqish orqali Qur'oni Karimning afzalligini o'ttirg'i chiqaradi. Ba'zida mufassirlarning biri oyat ustidagi bayonlarini va har birining keltirgan dalillarini bir-biriga selishtirib chiqish orqali dalili eng kuchli bo'lganini kuchlantiradi. Bu xil usulda yozilgan tafsirlarning eng tunjisi Tafsiri Tabaridir. Bu xil selishtirish uslubida yozilgan asarlarmi ko'pdir. Doktor Murris Bukayning Qur'on, Tavrat, Injil va ilm nomli asar, Ibrohim Xalilning Tavrat, Injil va Qur'onda tasvirlangan Muhammad nomli asari buning misoli. Sallallohu alayhi va sallam. 4. Mavzularga bo'lib tafsir qilish. Bu uslubda mufassir oyatlarni Qur'oni Karimdagi tartibi bo'yicha tafsir qilmay, o'zi to'xtalmoqchi bo'lgan mavzuda kelgan barliq oyatlarni to'plab chiqib, shu oyatlarni tafsir qilish orqali bu oyatlardagi o'rtaq maqsadni va shariat ahkomlarini o'ttirg'i chiqaradi. Bu xil uslubda tafsir qilish payg'ambar alayhissalomning zamonidan boshlangan bo'lib, zamonimizda davomlashmoqda. Ammo at-tafsirul mavdu'i degan bu atalg'u Hijriya 14-asrdan beri qo'llanilib kelmoqda. Bundaq tafsir qilishning turlari ko'p bo'lib, Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish, ya'ni bir mavzuda kelgan oyatlarni to'plab tafsir qilish, ahkom oyatlarini tafsir qilish buning misoli. Mavzularga bo'lib tafsir qilish usulimi har xil turda bo'lgan bo'lib, ular tuvandikicha. 1. Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish. Bir mavzuda kelgan barliq oyatlarni to'plab, bu oyatlarni bir-biri bilan tafsir qilish usuli tafsir qilishning eng yuqori darajalik usuli bo'lib, buning foydasi ko'p va fazilati yuqoridir. 2. Ahkam oyatlarini tafsir qilish. Amal, ibodat, muomala, qonun tuzum, oila, jamiyat qatorliq fiqhiy masalalar bayon qilingan oyatlarni tafsir qilish usuli qadimiy usullardan bo'lib, bu mavzuda yozilgan asarlarning mashhurlari tuvandikicha. Alloma Abu Bakr Qurtubining Ahkam oyatlarining to'plami nomli asari. Alloma Ahmad ibn Ali Rozi Jassosning Qur'on ahkomlari nomli asari. Abu Bakr ibn al-Arabiyning Qur'on ahkomlari nomli asari. Muhammad Sidiq Hasanning Ahkam oyatlarining tafsiri nomli asari. 3. Oyatlarni o'xshashlari bilan tafsir qilish. Buningda mufassir Qur'oni Karim oyatlaridagi bir so'zning ma'nosini tadqiq qilib chiqib, uning ma'nosini oydinlashtirib olgandan keyin shu so'z ishlatilgan oyatlarning tafsirini qiladi. Bu usulda yozilgan tafsirlarmi ko'p bo'lib, eng beshida Muqotil ibn Sulaymonning Qur'ondagi o'xshashlar nomli tafsiridir. 4. Tafsir tadqiqoti. Bu xil tafsirda mufassir bir mavzudagi barliq oyatlarni to'plab chiqib, shu mavzuda tafsir yozish. Masalan, ma'nosi amaldan qoldirilgan oyatlar, qasam, ma'nosi muayyan emas oyatlar, qissalar qatorliqlardir. Bu usulda yozilgan tafsirlarmi ko'p bo'lib, mashhurlari
Abu Ubayda Al-Qasim ibn Salamning Qur'ondagi amaldan qoldirg'uchi va amaldan qolg'uchi oyatlar nomli asari. Alloma ibn Qutaybaning Qur'ondagi ma'nisi muayyan emas oyatlar nomli asari. Alloma Mavardining Qur'ondagi qissalar nomli asari. Alloma ibn Qayyim Javzining Qur'onning bo'laklari haqida bayon nomli asari. Alloma İz ibn Salamning Qur'ondagi ixcham ifodalash san'ati nomli asari qatorliqlar.